bilasizlar, shu davlat rahbarining o'zlari ham 2026-yil boshlangan paytda Oliy Majlisga va xalqimizga qilgan murojaatlarida ham ta'kidlab o'tdilar. Alohida buyruq ham chiqdi, darojniy karta ham qilindi. Muruntav konini 2026-yilgi ko'rsatkichlarni so'zsiz bajarishimiz kerak. Raqamlarni hamma biladi. Mana shu yerda o'tirgan har birlaringiz o'zlaringizni bandlaringiz bor. Darojniy kartada ham o'sha qo'yilgan raqamlarni, ko'rsatkichlarni bajarish uchun hammalaringizni o'zlaringizni alohida majburiyatlaringiz bor. Aytmoqchi bo'lganim, o'sha majburiyatni birinchi boshlanishiga hamma bilib bo'ldi, qaytib so'radik, o'rganib bo'ldi, qanday bajarish kerakligini hamma biladi. Endi mana bu soat shu har doim qo'llaringizda bo'ladi, qaragan paytlaringiz shu narsa eslaringizdan chiqmaydi-ku, yana ham ta'kidlab turadi. Eng muhimi, mana shunaqa majburiyatni olish ham, shunaqa yuk zimmalaringizga yuklanishini o'zi ham katta sharaf. Sharafli vazifani bajarish hammaga ham nasib qilmagan. Qancha odam orzu qiladi, havas qiladi, avvalambor mana shu majburiyat bo'ynimizga yuklanganligiga Xudoga shukr qilishimiz kerak. Shu Xudoga shukr qilib, yaxshi niyat bilan harakatdan to'xtamaslik kerak. Mana shu ishlaringizga yana bir marta omad tilayman va mana shu soat doim yo'llaringizga hamroh bo'ladi. Bu o'sha maqsadlaringizni doim eslatib turadi. Bizlar dunyoda birinchi o'ringa chiqmoqchimiz. Dunyoda birinchi o'ringa chiqish uchun tiroda birinchi o'rinda bo'lishimiz kerak. Kombinatda birinchi bo'lishimiz kerak, respublikada birinchi bo'lishimiz kerak. Keyin bemalol dunyo bo'yicha birinchi o'ringa chiqib o'ramiz. Muruntoq koni